Assalomu alaykum barchaga. Bugun men qanday qilib logo yaratishni o'rgataman. Buning uchun Genspar kerak bo'ladi. Genspar orqali logo bo'limiga, ya'ni ko'p dizaynlar chiqadi mana ekranda va logo bo'limiga o'tasiz va logo bo'limiga kirsangiz sizga juda ham ko'p variantlar beradi. Ya'ni Genspar AI xohlagan narsani yaratishingiz mumkin. Sababi bu har tomonlama cheklanmagan. Ya'ni siz endi logo yaratishga kimgadir buyurtma berishingiz shart emas. Ya'ni AI orqali xohlagan usulda siz xohlagandek yaratishingiz mumkin. ChatGPT orqali yaratib bo'lmaydi. Xo'p, demak bu yerda har xil dizaynlar chiqadi va yoqqanini tanlaysiz o'zingizga. Har bitta dizaynni o'zingizga moslab, shriftlari va boshqa joylarini o'zingizga tushadigan taraflarini ko'rib chiqasiz va o'zingizga yoqqanini tanlaysiz ichidan. Bu orqali ya'ni dizayningiz, ya'ni logoingiz juda ham chiroyli va har tomonlama professional yondashishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda men hozir o'zimga yoqqan logoni tanlayman, ya'ni shrift yoki shunga o'xshagan yozuvlimi, minimalistika ham rol o'ynaydi bunda. Xo'p, demak bu yerda variantlar ko'p va qaysini bo'ldi, bittasini tanladim. Shuni tanladim. Endi nima qilamiz? Logoni tanlaganingizdan keyin, ya'ni variantlar tanlaganingizda bu joy chiqadi va shunga o'xshatib ham qilsangiz bo'ladi yoki shu, ya'ni AI, mana men o'zim logo yaratdim, ya'ni o'zimni kanalimga AI UZB yozuviga deb yozamiz. Endi pastda prompt kiritamiz. Professional, ya'ni professional darajada logo yaratib ber deb buyruq beramiz. Ya'ni buyruq berib ko'ramiz, ya'ni sizga qaysi logo yoqadi. Bu yerda o'zingiz ham ko'rib turishingiz mumkin, ya'ni qanday yaratilayotgani va qanday variantlar berayotganini ko'rishingiz mumkin. Yoki mana shu logoni edit qilib, AI edit qilib, siz boshqacha xuddi shu shrift bilan ham o'sha AI UZB degan logoni yaratishingiz mumkin. Men hozir bunga moslab qilmadim va boshqacha usulda yondashishga harakat qilyapman. Demak, siz endi bundan buyog'i qimmatga, ya'ni birorta dizaynerga logo yaratish, logo buyurtma berishingiz shart emas. Shunchaki Genspar AIga kirasiz, dizayn modeliga o'tib, dizayn modelida, ya'ni har xil variantlar, poster, flyer, hammasi bor va logo varianti ham bor. Logo variantiga o'tib, xohlagan logoingizni prompt orqali birpasda yaratishingiz mumkin bo'lar ekan. Demak, mana bu yerda hali jarayon davom etyapti. Ya'ni sizga bitta variant emas, ikkita, uchta variant beriladi va siz o'zingizga yoqqan logoni olishingiz mumkin. Mana birinchi logo menga juda yoqdi, AI UZB. Sababi nimaga yoqdi? Mana qolganlari endi bo'lyapti. Sababi AI, ya'ni logoni o'zi bilan ham UZBni olib tashlasa ham, ya'ni sizni brendingizni eslatib turadigan bo'ladi. Shu tomonlama yoqdi. Yana qolgan variantlar AI UZB degan logo yana pastda. Demak, qolgan variantlar ham yaxshi, yomon emas, lekin baribir menda tanlov bo'lsa birinchi variantni tanlagan bo'lardim. Mana AI UZB ikkinchi variant, uchinchi variant va oxiri mana to'rtinchi variant ham ko'rsatiladi. Demak, bundan keyin bu AI misol uchun qayerdadir sizda ya'ni shrift, rang shu joy sizga tushmayotgan bo'lsa, shu yaratilgan logoni edit qilib, ya'ni AI dan so'rashingiz mumkin, menga rangi, shriftini xuddi shuni to'g'rilab ber desangiz, 100% to'g'rilab beradi. Va oxirgi variant oddiy yozuvli bo'ldi va menga baribir birinchi variantdagisi yoqdi. Demak, shuni yana ham takomillashtirib, ranglar va boshqa joylarini qilishim mumkin. Buni endi o'zimga copy yoki saqlanib qilib olishim mumkin. Export orqali xohlagan variantni saqlab olishingiz mumkin. PDF, PNG. Endi menga PNG qildim. Bu saqlandi. Shu bilan qisqa jarayonda logoimiz tayyor bo'ldi. Video hammaga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha ko'rishguncha guys.